Sizlarga har doimgidek chiroyli motivatsiya uchun natijalarimiz bilan bo'lishib boramiz, chunki sizlar ham bilishinglar kerak, qayerga, qaysi klinikaga, qaysi vrachga, qanaqa natija uchun kelayotganinglarni. Shuning uchun biz sizlarga yaqqol shunaqa primerlar bilan живой live patsientlarimizni o'zlarini otizlarini berib boramiz. 15 yil bo'lgan homilador bo'la olmayotganlarga va bizga kelib lecheniyalar qilib, integrativ davo choralaridan so'ng chiroyli sog'lom o'g'ilchamizni dunyoga keltirdilar. Ismlarini Mustafo qo'ydik. Mana Mustafo hozir sog'lom, yaxshi katta bo'lib kelmoqda va onajonlari bugun endi keyingi farzandlariga harakat uchun kelganlar. Hozir homiladorlar inshaalloh va ularni ham demak o'sha to'g'ri protokol bo'yicha olib borib, esalomon bag'rlariga olib olishlarini so'rab qolamiz. Ayniqsa menga yoqqan lecheniyalar vitaminlar bilan chiroyli gormonlarsiz lecheniya oldim. 3 oyda уже homilador bo'ldim. Ya'ni 15 yil kutilgan. 15 yil kutilgan. 3 oyda homiladorlikka kirdik. 3 oyda maşallah. 3 oyda homilador bo'ldim. Allohga shukr, hozir sog'lom, bolam 2 yosh. Yaxshimi, sog'lommi? Sog'lom. Mana hozirdan keyin keyingisiga harakat bilan sizga kelganda, mana inshaalloh yangilik bor. Hammaga shu yerga kelishini tavsiya qilib qolaman. Siz ona bo'lasiz. Siz ona bo'lasiz klinikasida albatta hamma ona bo'ladi.